Aholimiz tomonidan Uzbekistan Airways Bosh prokurorning navbatdagi davlat havola xizmati. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Respublika komissiyasining 168-sonli bayoniga muvofiq 2021-2025 yillarda 280 ta korxonalarda majburiy energetika audit tekshiruvlari o'tkazilishi belgilangan. Unga ko'ra, 156 ta korxonalarning majburiy energetika tekshiruvlari o'tkazilishi bo'yicha dasturlar tasdiqlangan. Bugungi kunda 81 ta korxonalarda majburiy energetika audit tekshiruvlari to'liq yakunlangan. Buning natijasida 95.9 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 36.6 million metr kub tabiiy gaz, 1399 tonna yonilg'i mahsulotlari hamda 239 ming gilokaloriya issiqlik energiyasi iqtisod qilingan. Energetika audit tekshiruvlaridan o'tkazilishi bo'yicha 312 ta yozma ko'rsatmalar berilib, ko'rsatmalarni bajarmagan korxonalarning 38 ta mansabdor shaxslariga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Iste'molchilarga qonuniy chora ko'rish bo'yicha 28 ta hujjatlar to'plami huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etildi. Shuningdek, 2034 ta yirik iste'molchi korxonalarda energiya auditdan o'tkazilishi belgilandi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zenergiya inspeksiya, Energetika vazirligi va Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining qo'shma qaroriga muvofiq energiya auditorlariga qo'yiladigan minimal talablar tasdiqlandi. Unga ko'ra, energiya auditini o'tkazish jarayonida iste'molchilarning belgilangan ko'rsatkichlardan kelib chiqib, sertifikatlangan o'lchov vositalarini tegishlilaridan foydalanish talab etiladi. Shuningdek, energiya auditidan o'tkazish uchun malaka sertifikatiga ega bo'lishi lozim. Energiya auditorlar texnik topshiriqqa muvofiq elektr xavfsizligi bo'yicha tegishli guruhga ega bo'lishi, mutaxassislar jalb qilishi bo'yicha talablar tasdiqlandi. Iste'molchilarga elektr energiyasidan samarali va oqilona foydalanish bo'yicha 47396 ta profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Reaktiv energiyasini kompensatsiya qilinishi bo'yicha quvvati 50 kW va undan yuqori bo'lgan iste'molchilarga 21 mingdan ziyod yozma ko'rsatmalar berildi hamda 25730 ta reaktiv energiyasini kompensatsiya qilish bo'yicha qurilmalarni o'rnatilishi ta'minlandi. Buning natijasida 26 ta podstansiya, 671 ta tarmoqlarda quvvat koeffitsiyentini ko'tarilishiga erishildi. Berilgan yozma ko'rsatmalarni bajarmagan 1523 ta iste'molchiga ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Joriy yilning 10-fevral kuni energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini qarshi kurashish sohasi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 20-sonli Prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, yoqilg'i energetika resurslarini behuda sarflash, ulardan noqonuniy va samarasiz foydalanish holatlarini aniqlash hamda sifatsiz yoqilg'i mahsulotlarini realizatsiyaga chek qo'yish borasida davlat nazoratini amalga oshirish mexanizmlari soddalashtirish. Jumladan, Prezidentning 2023-yil 24-maydagi farmoniga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan yoqilg'i energetika resurslarini qazib olish, ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, yetkazib berish va iste'mol qilish faoliyati bilan shug'ullanadigan xo'jalik subyektlarida ularning faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishi bo'yicha o'tkaziladigan nazorat tadbirlari doirasida kunning istalgan vaqtida o'tkaziladigan tekshiruvlar tekshiruv boshlangandan so'ng 24 soat ichida yagona davlat nazorati axboroti tizimida ro'yxatga olish orqali vakolatli organ xabardor etish tartibida amalga oshiriladi. Hurmatli tadbirkorlik subyektlari, elektr va tabiiy gaz tarmoqlariga tijorat maqsadida o'zboshimchalik bilan ulanish yoxud hisobga olish asboblariga tashqaridan aralashish yo'li bilan qonunga zid ravishda foydalanish holatlari uchun qonunchilikda belgilangan qat'iy choralar ko'rilishini unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. aholimiz tomonidan Uzbekistan Airways Bosh prokurorning navbatdagi davlat havola xizmati.